Xo'sh, Egedan Cobalt mexanik keldi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 196 ming kilometr yurgan, o'zini yurgan probegi. Kraskasi petno bor ekan, krelinde. Uch krel, elde krellar, marka krelinde shunda petnosi bor. Diskalar qo'yilgan. Birinchi pozitsiya mexanik, motoruna kulish tegmagan ekan. Motorlari ochilmagan. Bahosi 85 million so'm. Endi nalich sanasozlar ustida 1,5 so'm yana kami bor, kelishib beramiz. Haydab ko'rib olaverasizlar. Bir ko'p do'stlar. Naqd pul, barter, kredit variantlarimiz bor. Kreditdan chiqarib beramiz. Kreditini kelib gaplashasizlar. Tayyor mashin. Qo'shko'pir avtomarketda turadi shu yerda aynan. Bir ko'p. Kelib olaverasizlar.